Assalomu alaykum. Imod Mebel muxlislari, Imod Mebel mijozlari va hozirgi bugungi kunda yangi obyektimizni topshiryapmiz. Bu obyektimizda biz laminat ishlatganmiz, o'ziga xos. Uni nomi Albi deydi, polnocham deydi va ko'p ustalarga tanish dub vatan, dub materialdan ishlatganmiz. Bitta qilingan ishlar asosiysi tandem mexanizmlar, o'sha 70-80 kilogacha ko'taradigan va bu yerda nimalar bor? Qoshiqdonlarimiz bekitilgan. Bitta qilingan ishlar bezruchka bo'lgan, hammasi oshiq-moshiqlar hammasi vakuumda qilingan. Yana bir qilingan ishlardan bittasi, mana ko'pchilik bu narsani bilmaydi. Ko'p eshiklar vanilkacha ochiladi. 90 gradusga ochiladi. Bitta kiradigan narsa qo'yadigan, kattaroq narsa qo'yadiganlar qiynaladi. Biz bu yerga mana shunaqangi oshiq-moshiq petlar qo'yib berganmiz. Burada mana moykamiz. Moykamiz tayin katta qilganmiz, sababi bu yerda ariston qo'yilgan, keyin bu yerga musor paqir qo'ysa ham bo'ladi. Bu yerda mana sushilka yuvib, sirali joylaydi, kundalik idish tovoqlar uchun qilingan. Xo'p, bizda yana katta joy qilganmiz. Katta joy bo'lgan sababi mana petlarlarni ham to'rttadan qo'yilgan. Eshigingiz kattaligi uchun, tashlab olmasligi uchun. Hali 70 bo'lganligi uchun biz kattaroq va penalni katta qilganmiz. Yana bitta ishlarimizdan bitta sensor qo'yib berganmiz. Rabochiy stolda ayollarimiz ishlayotganda yorug' bo'lish uchun sensor qo'yib berganmiz. Ularni ko'rishingiz mumkin. Mana olib kelib ko'rsating. Mana bu yerda sensor qo'yilgan. Faqat qo'l tegiziladi xolos. Hozircha shu. Yoqsa like bosib qo'yasizlar.